Sardor aka qanaqa qilib 100 ming dollarga tushib qolmaslik uchun mashinik logistlarga aldanmaslik yo'llari bor. Birinchisi hech qayerda yo'q narxlarni berishadi. U narx arzon hech qayerda bo'lmaydi unaqa narx. Ikkinchisi sizga hech qanaqa yo'l sharoitlarni berishadi. Biz yukingizni olib kelib beramiz. Ularni o'zi Xitoyda skladi bo'lmaydi. Birovlarni yana qo'shimcha boshqa logistlarning skladidan foydalanib, bizning sklatimizga olib borib bering deb sizga mana shunaqa yo'l narsalarni aytishadi. O'zingiz sklating bormi deb birinchi so'rash kerak. Sklad bo'lmasa, molingiz o'tda yo'qolib ketishi aniq. Chunki bu tajribada bo'lgan. Yo'qolib, molingiz kam chiqib yoki bu yerda boshqa yuk sizga kelib qolishligi ehtimoli katta. Keyin bu yoqda rastamoshkada katta muammolar bo'ladi. Demak, har bitta logist bilan ishlayotganda oldin uni skladi bormi yo'q, shuni bilish kerak, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri skladda bor yo'qligini bilish kerak. Yukingiz kelgandan keyin foto, video отчётini so'rash kerak. Hammasi kelgandan keyin rasmlarni olganingizdan keyin ortilgandan keyin konteynerga ortilganini sizga rasmini tashib beradi ular. Hamma tajribali logist shunaqa ishlaydi. Klient ko'nglini xotirjam qiladi va yo'ldagi bo'layotgan lokatsiyasini, kelayotgan jarayonni hammasini sizga xabardor qilib boradi. Bunaqa logistikaga oid qiziqarli, qiymatli ma'lumotlarni olish uchun nima qilish kerak? Bizga obuna bo'lish kerak. Hamma foydali ma'lumotlar bizada.